Xo'p, keldik mana asosiy ishdan kirganmiz. Bunisi koridor, chap qo'lda bitta katta xonasi. Endi o'zingizni fukusingizga qarab bitta remont qilib moslab olasiz. Xo'p, bunisi ikkita kichkina xonasi, bunisi hojatxonasi, bunisi dushxonasi, mana bunisi oshxona. Endi remontlari to'g'ri, sal o'rtaxon, lekin o'zingizni fukusingizga qarab moslab hamma yo'g'ini to'g'rilab olasiz. Bunisi bitta katta zal. Zalli ham remontlari yo'q. Endi zato narxi arzon. Bu tomoni balkoni. Buni ham bitta mana atrofini, bitta ham oshxonani olib chiqib olasiz, xona bo'ladi. Nari xonasini o'zingiz uchun bitta detskiy xona qilib olasiz bo'ladi. Xo'p, manzilimiz Marg'ilonda, Kallaxo'rda, mana Ikipitayda, hamma biladi, Ikipitayda yonida 4 qavatli binoda 4-qavatida. Remontlari o'rtahol. Endi o'zingiz ko'rib, o'zingizga yoqadigan qilib bitta kosmetik remont qilib olasiz. Narxini arzon qilib tushirib qo'ydik. Biz siz tomonimiz bilasiz, narxini 20.800 ga baholadik. Endi yana bitta kelib ko'rasiz. Sizga yoqadigan joy bo'lsa, yana arzon qilib tushib beramiz. Betlarda bilasiz, gaz, suv, svet, kanalizatsiyalardan muammosi yo'q. Pastda telefon raqamlarini qo'yib qo'yapmiz. Telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin.